oyog'imda jon bo'lmay birdaniga qimirlab ketib yiqilib tushadigan holga kelib qolgandim. Travmatologiyaga bordim, mazza bo'lmay oyog'imda og'riq bo'ldi. Ikkita oyog'imda tizzamdan pastda og'riq bo'lib, kuchi yo'q edi. Juda ko'p uvishardi. Ko'proq yursam oyog'imda og'riq kuchli bo'lib, oyog'imda jon bo'lmay birdaniga qimirlab ketib yiqilib tushadigan holga kelib qolgandim. Tikka tura olmasdim. Borgan sari egilib ketadigan bo'lib qoldim. Belim bilan egilib pastga qaraydim. Xullas, menga bu yerni berishdi, keldim. Kelgan kunim to'g'risi juda ham mazam yo'q edi. Bular kelganimdan keyin juda ham yaxshi kutib olishdi. Lecheniyalarni o'sha kun o'zidayoq boshlashdi. O'sha birinchi kundanoq o'sha sezdim men. Bo'yinlarimdan tortib butun o'sha asab nimalarim hammasini ko'rib, psixически menga juda ham yaxshi anaqalar berishdi. Rahmat. Mana 5 kun, 5 kurs lecheniya, 5 kun, bir kurs lecheniya oldim, 5 kunda o'zgarishim juda ham yaxshi. Oyog'imda uvishlar qolmadi hisob. Yaxshi, mana yana ham bugun mana 5-kuni hijoma ham oldim. Yengilman, o'zim ham yengilman. Davleniyalarim ham ancha tushdi. Ahvolim xullas yaxshi. Ular borlariga shukr. Juda ham xursandman. Qolganlarga ham mana shunaqa og'riq kuchli davleniyasi borlarga, oyog'ida, belida og'riq borlarga mana shu kinezologiyani tavsiya qilaman. O'zim ham shu sohada ishlaganim uchun, o'zim ham medikman. Mana shuncha lecheniya oldim, ukol qilmaganim qolmagandi, xullas. Lekin bu yoqqa kelib mana hozir ancha rezultatini sezdim. Juda ham xursandman.